Kentaur 192 motoblogimizni mana yog'larini qo'yib, salarkalarini qo'yib yurg'izdik. Hozir mana tekshirib ko'rilyapti. 90 gradusga buriladigan variantidan bo'ladi, passenlikli variantidan. Firmasi Kentaur firmaga tegishli bo'ladi. Yurishlarni ko'rishlari mumkin. Zatniga yurishlari mana. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Benzinli variantlari, salarkali variantlari, hamma variantlaridan bor. Bu 18 ot kuchli 192 motorli dizelli motoblogimiz bo'ladi. Mana Tojikistondan kelgan akalarimiz olishdi. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.